Birodar, sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lyaptimi? Har kungilaring takrorlanaverganga o'xshayaveradi. Ertalab soat 7da turasan, choy ichasan, ishga harakat. Ishlaysan 12da, obed qilasan, yana ishga kirasan, kech payt 6. Ishdan chiqasan, ovqatlanasan, yuvinasan, telefon o'ynab uydagilar bilan gaplash, yana dam olasan. Ertasi kuni xuddi o'sha. Aynan o'sha ishda yana endi sizlarda qanaqa ish bilmayman, menda o'sha faqat podnon yasayman, faqat bir xil ish. To'g'ri, nolish emas, Xudoga shukr, hammasi joyida bo'lyapti. Mana bugun tug'ilgan kunim. Bugun video chiqarmagandim. 5 yil bo'pti. 5 yildan beri oila davrasida kutmayapman tug'ilgan kunimda. 2020-yil xuddi kecha kelgandayman Rossiyaga, lekin 5 yil o'tib ketibdi. Vijdonan ayting. To'yib ketgansiz ham Rossiyadan. Lekin u yoqda oila, bola chaqa, to'g'rimi? Siznikiga qancha bo'ldi, birodar? Oila davrasida kutmagan kuningiz, tug'ilgan kuningiz. Xuddi shunday bir xil o'tayotgan kunlar.